Sizga. Muhammad, mana shu paytgacha o'qidingiz, igloterapiyaga yetib keldik. Shuncha 20 kunlik deb e'lon qilyapmiz. O'qisa bo'larkanmi shu programmalarni? Bo'larkan. Hozir 500 soatmi biz darsimiz? 500 soat. 500 soatni men shunaqa tushunib yetdim o'zimcha. Agar yaxshi harakat qilib, yaxshi qaralganda 500 soatni uncha 500 soatga yetkazmasdan ham tugatsa bo'larkan deb o'yladim. O'zingiz o'rganib oldingizmi? Bemalol amaliy qila olasizmi o'zingiz? Men uydagilarni videoga olib sizga ham tashlayman. Darsimizdan qoniqyapsizmi? Qoniqyapman. Qoniqmasam kelmasdim to'g'risi. Boshidagi gap bo'ldi bu. Aytdimki, ko'lani ichmoqchi bo'lsam, men birinchi ichib ko'raman deb. Yoqsa keyin pastganini ichaman. U kimnidir maqtashi, boshqa qilish kerak emas. Eng yoqqan darsimiz qaysi bo'ldi shu yerda sizga? Bugungi ignoterapiya darsi ham juda qiziq bo'ldi. Lekin manual terapiya ko'proq qiziqtirdi. Hijoma ham o'ziga yarasha odam anatomiyasi bilan albatta. Darslarimizdan qoniqyapsiz, tavsiya qilasizmi o'qimoqchi bo'lganlarga? Albatta tavsiya qilaman. Rahmat, o'qishingiz manfaatli bo'lsin. Ilohim qo'li shifoli bo'lsin.